Xolid ibn Valid raziyallohu anhu qabr ziyorati. Aziz do'stlar, yaqinda men Suriyaga qilgan safarim davomida Homs shahrini ziyorat qilish nasib etdi. Bu shaharda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning qilichi deb atagan buyuk sahoba Xolid ibn Valid raziyallohu anhuning masjidi va qabri joylashgan. Bugun sizlar bilan ana shu ziyoratdan lavhalarni baham ko'rmoqchiman. Xolid ibn Valid raziyallohu anhu islom tarixidagi eng buyuk sarkardalardan biri edi. U o'nlab janglarda qatnashib, birortasida ham mag'lub bo'lmagan. Uning jasorati, harbiy iste'dodi va Alloh yo'lidagi xizmatlari bugungacha millionlab musulmonlar tomonidan hurmat bilan yodga olinadi. Mana shu yerda Xolid ibn Valid raziyallohu anhuning qabri joylashgan. Bu yerga dunyoning turli mamlakatlaridan musulmonlar kelib, ushbu buyuk sahobaning xotirasini ehtirom bilan yod etadilar. Bu yerdagi yozuvda Xolid ibn Valid raziyallohu anhu haqida qisqacha ma'lumot berilgan. U Shom yurtlarining fotihi sifatida tilga olingan. Shuningdek, 100 dan ortiq janglarda g'alaba qozongan buyuk sarkarda ekani yozilgan. Yozuvda yana shunday deyiladi: uning muborak tanasida qilich zarbasi, nayza sanchilishi yoki o'q yarasining izi qolmagan bir qarich ham joyi yo'q edi va u hijriy 21-yili vafot etgan. Alloh taolo Xolid ibn Valid raziyallohu anhudan rozi bo'lsin. Uning iymoni, jasorati va Alloh yo'lidagi fidokorligi barchamiz uchun ibrat bo'lib qolsin. Amin.